sizni xotiningizga normalniy muomala qiling. Do'stlikmi, boshqasi men ishim yo'q. Firma rahbari keladi, gaplashasiz. Yoshga gapirdimmi, boshqa qildimmi? Firma rahbari bilan gaplashasiz. Ular bilan gaplashing. Ularga hech kim. Firma rahbari haqida. Lori 102 mana 102 nima qilish kerak? Mana mashta turibdi. Ba'zi so'kilni ta'siradi. Tinchlik tuzganimiz. Chaqiravering. Mashta turibdi 102. Ular nima gapiradi? Mashina mana shu olib keldi-da, olib keldik. Bo'ldi, firma rahbari kelyapti, o'zi gaplashib oladi. Tenderda yutmoyamiz, uch bilan 4 yo'nalishini bitim bo'yicha zilol. Lola, ovozingizni past qilib gapiring. Bu biz ko'chani shakalli emas, xodimmiz. Qo'ydi gapiring. Yo'q, o'zi shu yerda turibdi. Joyi chaqirdilar. Ya. Ana, shu yerda turibdi, yo'q. O'rnaydi. Yutqizgan bo'lsa bizda bayqaymiz. Chaqir bilan. Firmani rahbari yutqizdi, biz o'zimizni mashina olib keldik, teramiz. Iloji yo'q. 200 ta mashina teraman kerak. 200 ta mashina teraman, o'tirishasiz. Shetda mana televizorda shetda. Tashayapti. Xodim chaqirdiydi, asabimni bizni. Janjal boshlangani, men o'yda mashinalar yuringlar mana qilsa, xodim chaqir voyda deydi. Mashina turibdi dedi, mana 102 shetda dedim. Nima qilish kerak? Joyi shetda turibdi dedim. Nima qilish kerak? Assalomu alaykum. Sen kimsan deydi, asabimni bizni.